Poytaxtimizda oliy ta'limni rivojlantirish istiqbollari mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. Unda Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston va boshqa davlatlardan kelgan vakillar ishtirok etib, ta'lim sohasini rivojlantirish hamda yangi hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha bir qator tashabbuslarni ilgari surishdi. O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi konferensiya 2025-yil bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, loyihalar, talabalarning ta'lim doirasini kengaytirishdagi targ'ibotlar tahliliga bag'ishlandi. Unda Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan ekspertlar o'zlarining muhim tashabbuslari bilan qatnashdi. Bu yerda ishtirok etayotganimdan xursandman. Biz boshqa davlatlarning universitetlaridan kelgan vakillar bilan tajribalar, fikrlar almashyapmiz. Bizning maqsadimiz tashkilot va institutlar o'rtasida yangi hamkorlikni rivojlantirish va ushbu tadbir bunga katta yo'l ochyapti. Konferensiyada o'rtaga tashlangan asosiy foydalanuvchi loyiha bu xalqaro miqyosda tan olingan va bugungi kunda o'z natijasini taqdim etayotgan Erasmus Plus bo'ldi. Ushbu platforma orqali ko'plab davlatlar shuningdek yurtimizda ham bir qator islohotlar amalga oshirilyapti. Tojikiston davlat universitetlaridan, Qirg'iziston davlat universitetlaridan kelgan ekspertlar xalqaro miqyosdagi hamkorlikni muhokama qilish, xalqaro miqyosdagi loyihalarni birgalikda bajarish va ularni tatbiq etish bo'yicha muhokamalarni amalga oshirishga reja qilib olganmiz. Konferensiyada o'tgan yilgi topshirilgan, demak, loyihalarning sonini qaraydigan bo'lsak, region bo'yicha, ya'ni nafaqat O'zbekiston va balki mintaqaviy loyihalarni ham amalga oshirishda juda ham qo'l kelmoqda. Konferensiyaning maqsadi mamlakatlar o'rtasida tajriba almashish, jahon ilmiy ta'lim manbalari, tendensiya va muammolar bo'yicha tahlillar hamda ularni xabardor qilish asosida oliy ta'limni rivojlantirish samaradorligini oshirish, shuningdek, nashr faoliyati va ilmiy tadqiqotlarni faollashtirishdan iboratdir. Gulbahor Abdulhayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hudud informatsion dasturi uchun.